Kinematika bölümünden hisoblash grafik ishini tushuntiraman. Mavzusi: berilgan harakat tenglamasi yordamida nuqtaning tezlik va tezlanishini aniqlash. Misol uchun 35-variantni ko'rib chiqamiz. Mana berilganlar yozilgan. Demak, x barobar 2t cm, y barobar t kvadrat cm. Bu nuqtaning koordinatalari berilgan. Bu yerda t1 2 sekundga teng bo'lsa, agar topish kerak trayektoriya tenglamasi, ya'ni nuqtaning trayektoriya tenglamasini, tezligi va tezlanishini topish kerak. Birinchi ish. Demak, nuqtaning trayektoriya tenglamasini topamiz. Buning uchun berilgan tenglamalarni yozamiz. X barobar 2t, y barobar t kvadrat. Mana bu tenglamalardan, demak, birinchisidan t ni topsak, t barobar x taqsim 2. Bu t ning qiymatini berilgan tenglamadan, demak, y tenglamaga qo'yib yozamiz. Demak, y barobar x kvadrat taqsim 2 ning kvadrati 4. Mana bu bo'ladi nuqtaning trayektoriya tenglamasi. Mana yozamiz. Nuqtaning trayektoriya tenglamasini ifodalaydi. Demak, nuqtaning trayektoriya tenglamasidan foydalanib, nuqtaning harakatlanish grafikini topishimiz mumkin, chizishimiz mumkin. Ya'ni, demak, bu sizga matematika kursida ma'lum, x ga qiymat berib, y ni topamiz. X ga qiymat beramiz. Birinchi -4, -2, 0, 2, 4. -4 qiymat berganda, demak, 4 kvadrat taqsim 4 bo'lsa agar 4 ga teng. -2 ga qiymat bersa agar -2 kvadrat taqsim 4 bu 1 ga teng. 0 bo'lsa 0 ga, ya'ni 2 bo'lsa yana 1 ga, 4 bo'lsa 4 ga teng. Xo'sh, endi bizga berilgan nuqtaning t1, demak, t1 2 sekundga bo'lgan holati berilgan. Bizga dastlabki nuqtaning vaziyatini aniqlaymiz. Ya'ni t0 barobar 0 sekunddagi nuqtaning koordinatasini aniqlaymiz. Buning uchun, demak, x0 barobar 2 t0, ya'ni 2 ko'paytirilgan 0 teng 0 ga, demak, 0 cm. y0 ni hisoblaymiz. y0, demak, berilgan t kvadrat bo'lsa agar, mana t0 kvadrat yozmoqchi bo'lsak, bu ham 0 ga teng. Mana bu yerga yozib qo'yishimiz mumkin. m0 ning koordinatasi 0, 0. Endi t1 ni hisoblaymiz. t1 barobar 2 sekund. x1 ni hisoblaymiz. 2 ko'paytirilgan t1, bu ham teng, demak, 2 ko'paytirilgan 2 teng 4 cm. y1 barobar t1 kvadrat teng, mana 2 kvadrat teng, bu ham 4 cm ga. m1 ning koordinatasi 4, 4. Mana m1 ning koordinatasi 4, 4 ga teng. Endi mana shu aniqlab olgan qiymatlarni mana bu yerda x va y ga qiymat berdik. Buni koordinatasini mana bu yerda chizamiz. Bulardan foydalanib mana grafikni chizamiz. Men tayyorlab qo'ydim. Xo'sh, mana -4 ga 4. Mana chizamiz. Mana aniqladik nuqtasini. -2 ga 1. Mana nuqtani aniqladik. 0 ga 0, 2 ga 2 u 1 aniqladik. 4 ga 4. Mana bu aniqlagan nuqtalarni tutashtirib chiqamiz. Chiroyli qilib tutashtirib chiqamiz. Mana, demak, parabola aniqlandi, chizildi bu yerda. Mana bu hisoblagan koordinatalarni, nuqtaning koordinatasini bu yerga qo'yamiz. m0 0, 0 bo'lsa agar, mana belgilaymiz. Men boshqa xil rangli ruchka bilan chizib ko'rsataman. Ko'rinishi uchun mana m0, m1 4, 4. Mana. Demak, nuqta mana shunday m0 dan m1 ga tomon harakatlanayotgan ekan. Endi ikkinchi ish. Ikkinchi ish nima qilamiz? Ikkinchi ishning mazmuni qanday? Yozamiz. Ikkinchi ish nuqtaning tezligini topamiz. Xo'sh, birinchi koordinata vx bu dx taqsim dt.
Ya'ni x dan hosila 2t'dan hosila olsak mana bu 2 ga teng, birligi santimetr sekund. Vy barobar dy taqsim dt. Bu ham teng t kvadrat dan hosila olsak 2t. Birdaniga t1 ni qiymatini yozamiz. Qo'yib hisoblaymiz. 2 ko'paytirilgan t1 bizaga nechiga teng edi? 2 ga teng bo'lsa 4 santimetr taqsim sekund. Umumiy v teng mana vx kvadrat plus vy kvadrat. Bu ham teng 2 kvadrat plus 4 ning kvadrati. 4 ning kvadrati 16, bu 4. İlzosti 20. 4,5 santimetr taqsim sekundga teng. Endi 3-ish nuqtaning tezlanishini topamiz. Buning uchun mana yozamiz. Ax teng dvx taqsim dt. Yana vx dan hosila. Mana hosila olganimizdan keyin 2 ga teng bo'ldi. 2 dan hosila bu 0 ga teng, birligi santimetr taqsim sekund kvadrat. Ay teng dvy taqsim dt. Yana vy dan hosila 2t dan hosila olamiz. Mana 2t dan hosila bu 2 santimetr taqsim sekund kvadratga teng. To'la tezlanish a barobar ilzosti ax kvadrat plus ay kvadrat. Qiymatlarni yozib chiqamiz. Demak 0 plus 2 ning kvadrati. Bu ham teng bo'ladi 2 santimetr taqsim sekund kvadrat. Endi mana bu vx, vy, v, ax, ay alarni chizmada ko'rsatamiz. M1 nuqtaga vx ni qiymatini qo'yamiz. Demak, bizga vx ni qiymati 2 santimetr sekund. Demak, vx x ga parallel bo'lgan musbat tomoniga 2 santimetr chizamiz. Mana 2 santimetr chizdik. Bu vx qiymati, vy qiymati esa 4 ga teng. Vx ni oxirgi nuqtasidan y ga parallel chiziq bo'ylab, mana musbat bo'lgani uchun yuqoriga, manfiy bo'lsa past tomonga vy ni chizamiz. Mana bu m1 nuqtadan vy ni oxirgi nuqtasi bilan mana tutashtiramiz. Bizga hosil bo'ladi to'la tezlik yo'nalishi, ya'ni nuqtaga o'tkazilgan o'rindan hosil bo'ldi. Endi ikkinchi ax, aylarni ham ko'rsatamiz chizmada. Ax, aylarni ko'rsatsak, mana bu yerda men alohida chizib ko'rsataman. Mana bu yerga chizib ko'rsatsak, mana grafiga, nuqtaning grafiga chizilgan. Mana bu yerda m1 bor edi. Ax 0 ga teng bo'lganligi uchun, demak 0. Buni agar qiymatga ega bo'lsa, x bo'yicha chizishimiz mumkin. Ay esa 2 santimetr sekund kvadratga, ya'ni y bo'ylab 2 santimetr sekund kvadrat chizamiz. A y. Bu yerda a y bilan a teng. Mana bunday qilib yozib qo'ysak bo'ladi. Mana vektor ko'rinishi. Davom etamiz. Endi 4-ish nuqtaning urinma tezlanishini topamiz. Urinma tezlanishini topamiz. Urinma tezlanishini a tau bilan belgilaymiz. A tau barobar dv taqsim dt. Buni demak v dan hosila olib chiqsak formulasidan quyidagicha kelib chiqadi. Vx ko'paytirilgan ax plus vy ko'paytirilgan ax taqsim v barobar bizga vx 2 ga teng, ax 0 ga teng plus vy 4 ga, ay 2 ga teng. Taqsim v 4,5 ga teng. Bu bo'ladi 8 taqsim 4,5. Bu ham teng 1,8 santimetr sekund kvadratga teng. 5-ish yozamiz. Nuqtaning normal tezlanishini topamiz.
qisqartirib yozyapman men. Demak, normal tezlanishi mana bu vektor tenglamadan foydalanib to'pladi. Mana vektor tenglamadan hosil qilamiz formulasini. A barobar A kvadrat barobar A n kvadrat plus A tau kvadrat. Bu yerdan A n ni topsak, A kvadrat minus A tau kvadratga teng. Bu ham teng. Ildiz ostida 2 kvadrat minus 1,8 kvadrat barobar 0,87 santimetr taqsim sekund kvadratga teng. 6-chi ish. Egrilik radiusini topamiz. Egrilik radiusi rho bilan belgilanadi. Formulasi v kvadrat taqsim a n. 4,5 kvadrat taqsim 0,87 hisoblasak 23,3 santimetrga teng. Mana shunday qilib hisoblash grafik ishimiz tugadi.